Assalamualaikum Şebnem Tor bektimizning aziz ishtirokchilari, hammalarning Şebnem Cho'lpala ziyoratimizni yoqtirib ko'rishlarini qarshi olamiz. Men Tor Yasitsi Zubayda. Hammamizga ma'lum yaqinda Şebnem şirketimiz qurildi. Biz mushu shirkatning qurilganligini tabriklash munosabati bilan shunaqla keng tordashlarning kuchli talabiga asosan Tor bekitimizga Şebnem Cho'lpala ziyorati sayfasini ta'sis qildik. Albatta, mana bu sayfimizning yaxshi elib berilishini sizlarning qo'llab-quvvatlashinglardan ayirib qarab bo'lmaydi. Xo'sh, biz ana shu Cho'lpala ziyoratimizning tunji sonida hammalarga tanishlik bo'lgan gitar shahzodasi, tanliq naqshchi, alsuygan muzikan Erkin Abdulla apani bilan suhbat etmoqchimiz. Undaqda dehqonlar suhbatimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin. Assalomu alaykum Erkin aka. Assalomu alaykum. Eng avval tordashlarga bir salomni aytamiz. Assalomu alaykum qarindoshlar. Yaxshimisizlar? Erkin aka, balkim tordashlarimiz sizning chechingizni ko'rib intayin hayron qolgan bo'lishi mumkin. Chash bo'lsangiz o'zgarib ketibdi, shaxsan men o'zimda desam ko'p intayin hayron qoldim. Endi bu chechingizni to'g'risiz qisqartirib aytishingizda biror sabab bormi yoki? Hech qanday sabab yo'q. Chechim bir tushib ketdi, shuni qaytib bir. Chechingiz qisqa bo'lsa ketib qayta o'sib chiqsin debchi. Men cho'sam achish bo'lsangiz shunday yashib qoldi, balkim tordashlarimiz shuni o'ylaganimiz mumkin. Yaqin nima ishlarda aldirashib yuribsiz? O gün aldığında Qashqarga berib kelishim, Qashqarda bir 40 necha bolalar tark topgan xo'romay qilibmiz. 9-yilning 21, 22, 23-yilda Beijingda kichik bolalarga harbiy san'at faoliyatlarni xor. Bunday Uyg'ur, Qashqardagi ko'p millat, Uyg'ur, Tojik, Qirg'iz, O'zbek 12 aydan tanlangan bolalar. Mesela Taşqo'rg'onda bunlar, men ketdim. Yakandim. Hem ailemin var. Ailesi qiyinchiligi var. Bular bolalar. Bular hozir Qashqarga yig'ilib bir maktabga, buni hukumat tarafidan ularni kelib maktablarni almashtirib bu o'qish bolalarni bu o'qish bolalarniki 40 necha bolaniki dars o'rgatuvchi bo'lgan o'qish çıkmaslarsiz. Bu işin asası kılmış asallık milletimizin halk arasındaki balla nakşlarını öğretmenler kontaşıyorsun diye bir baş. Nasıl ki bana bayan şimdi anlayız bu gördüğümüzde küçük dostlar bana bekranlar var. Ben bunlar bekranlar. Şunu ben şu bir neçilin biri özlem oylamışsın ki ballarını, küçük ballarının gözden yaşığa, psikolojik kılmaz kıldığı nakşlar intayın lazım. Şu an şunu, muhtemelen çıkısında yakının biri mesela Nino ne? Doğru, plastikle hoş kalmışlar. Hayır balla, yeni çıkan karlayla sıkatalık bir neşin nakşı. Ballar temizlik yani nakşlar işte yapıyorlar. Ondan bu okudum ki faaliyetimiz arkalık, şu ballarına ağlar arkalık, halk nakşları belki kılıvatkan yani kadimi mesela bizim halk koşakları var, ballarının koşakları küçük vaktimizde. Yediş boyunca. Mesela Aktaş, Göktaş, Süzüktaş. aş oyunların tatbemesine yani tabii neslerini sahneye kayıtın delip çıkmakçı. Bunun üstüne bunun tamaşaları bir kadar köpçün aklı. İşkirke çatıda kartılgan başka. Biz yani mücadele güçleri kılışımız doğru. Şu an bunu bir neçe ayda her ayda bıraktım Qashqarga verip küçük bolalar mesela nakşlarını büyüttüm. Aldım hafta 10 gün durup geldim. 10 gün okutuşluk kılıp. Annekiler ayda yandırıyorlar. İşte daha ciddi değerli kılıp 9. ayda Beijing'da bir sendikeşlik kılmak için nasıl küçük bolalar. Şu an Beijing'deki Uygur dostlarının şu çağda 9, 21, 22, 23'de Pavli Cüyende gelip verildi. Katmıştı. Bu küçük dostlarımızın nispeten zor bir hoş haberken. Bununla ilgili devamlı başına ballar nakşlar icat edildi şoğulunu kıyalınız bakın. Şoğulunu kuramız valla. Elbette. Benim şu degende ben 2004 yılı aylanma, yurtumuzda aylanma 10 ayda koygan. Şu vaxtda küçük nakşa askarlarından ben köpükleri esfadım çocuğum. Anlaştığa kararında küçük balla akmalarını tanıp kalmış. Bu nasıl dostlar akmalar başka küçük dostlar tanıp kalmış. Ben bu oylab, onun için Rasulullah kaçak. Rasulullah bizimki
hozir kichik bolalarning yeyishiga o'zining psixikasiga mos keladigan narsalar intayin oz. Masalan, xalq naqshlarini ilib bilsa, xalq naqshlari yana cho'nglar naqshi boshqa masalan, yarın, bunlar gap so'zlar bo'lishi bu normal. Kichik bolalarniki balki yeyishiga psixikasiga ancha mos kelmasligi mumkin. Shunga ba'zi masalan hozir bu ishni qilayotganda ben aslında şu bir esenlikli müzik muhabbeti başka şu oyuncu ettim mesela kandak nakşilarını iyi çıkmaz onun üstüne bu esenlikli Beijing'de tutulgan olsun ki ben de nakşı olacak bir mıhranız nakşı yok bundan yaxşı andın Tacik nakşı var Tacik balları işte var andın Kırgız balları var Ulaman Özbek balalar var, bulaman. Asasen milli içkenler mesela. Bina asası ehemmiyetli yeri de boyadığını şu. Düşüngende başkında kişileri mesela çoğularının ki başkındaki nakşlarını anlatıp belki anlap düşünemez ki ben kısılmaz. Küçük balalarının ki en ilıkı kanadayımız en sap bunda avazı arkalık bizim nakşımız bildirimizde başka nefislerle anlatkanda belki okşamaz bir tesir veriş mümkün. Belki tekisini düşünemeydi ki biz hazır şu tarafın serap kıladığımız sahne kanda kılıp tamaşma için düşündürümüz bu şey mezmunlar. Bu saatte köp küçük ışık doğru geldi. Şuna tordaşlığındaki yaxşı fikir talepleri olsa ya ki özür kılgan bizim kiçik vaxtlarımızda oynaydıgan qoşaqlar olan bu ahanları var ya kiçik balaların olan oyunları fikir talepler olsa bizge yetkizse Bunun lekin sizin naşlarınızdan çoğunlar ve yaşlı olsanız da kalmayın küçük balaların huzuruna alaydıgan oldu. Ben de sizin için sorup baksam siz şu Qashqarning obraz artisti shunday qol. Bultur 6-oyning 28-kuni o'tkazilgan Qashqar yarmankasiga qatnashgandingiz hamda bu yil anlasam 6-oyning 28-kuni Qashqar yeni yarmanka bo'ldi. Bu yarmanka ko'lam va doir jihatdan oldingi bir necha yillar qaraganda bir qadar cho'nkan. Bu yilmi qatnashamsiz yoki? Men hozir chiqmadim. To'g'ri. Ben asas müzik işler ben masum. Meniki vakalatçım var bu belki ular vakalatçım da alışıyor. Hazır yine qaramaysiz. Ansam bir xo'sh xabar baka bo'lsin siz Yaponiyadagi cho'ng shirkat ya'ni GVC shirkati bilan hamkorlik to'xtami imzolasiz sizdan bir necha rangli qo'ng'iroqlaringiz Yaponiyaga ketibdi. Endi qanday bo'lib Yaponiyadagi shuncha cho'ng bir davlat bilan hamkorlik to'xtami imzolashni loyiq ko'rib qoldingiz? Bu işin sözü gelsek 2002 yılından başlap sözümüze konmaydı. İşte geldi aynı vakitte o mesela çoğun GVC Yaponiya'daki çoğun bir plastik şirket. Tarihi 70-80 yılında tarih var şirket. Ben 2002 yılda Beijing gençler bilen Yaponiya'daki Fuji gençlerdeki birleştirip gezgen bir musabakası katlaşkan, nakş musabakası. Bu Beijing'de ötküzülüyor. Bu bir yıllık mesela hazırki bir musabakalar var bu. Mesela Honan kanunundaki bağlandığı Honan dedi. Şuna okşaş musabakası. Şu olsa ben yıllık şampiyon bulup ondan ben Yaponiyaga oyan koyulu vardım. Şu çağdan başlap ular Dakar. Mesela benimki şu çağda birinci klasın kam çıkan, bu yıl 6. klasın kam çıkan. Bu işin neçilin biri ular 6 klasın kamlar misli ağlar. Teşrif tatbik kılıp diyende çok. Şuna kılıp bu yıl ulardan bir 90'lık 6 klasın kimki tallanma. Tallanma nakşılar. Uygurca katıcı nakşılar Yaponia'da bu yıl dağıtılmaz. Madem yaxshi xush xabarga muborak bo'lsin. Ammo shu 2018-yilning beshida siz Tang Tabur Kitinamliq MTV plastikani nazarga soldingiz. Albatta bu qitimliq plastikani sizdan oldin qitimliq plastikani olib qaraganda bir qadar uslub jihatda o'zgachilik bor. Masalan, bu plastikada bolalar naqshlari bor. Ammo yana birisi shu Mongoy degan muzikada siz o'zimizning milliy sozlar bilan gitar kuylarini tang birlashtirib, intayin yaxshi muvaffaqiyat qozondingiz deb o'ylayman. Undaqda shu milliy soz bilan gitar kuylarni qanday qilib birlashtirish naqsiga yeta oldingiz? Müşteriyana qiyinchilik uchraganlarimiz bo'ldimi? Bu
uzundan beri qilib kelayotgan xizmatlarimizdan biri bizning shu Shabnam To'rbekning nurg'un gitara askarlari bor. To'g'ri. Flamenco va intayin qiziqadigan. Lekin flamenco İspanya'nınki, mesela Sigalan'ınki milliy muzikasi, ularning muqomi degandek uchun. Mening qarshimda biz har qancha masalan chatdan Yevropaning muzikasini har qancha o'rganib qilsak bu yanılar bu ularninki ustobi. To'g'ri. Masalan bizning milliy muzikalar o bizga o'zimizga mansub. Masalan milliy sazlar, narsalar. Shuning cho'qim buni müzik jihatdan zamonaviy narsalar bilan milliy sazlarni birlashtirib muvofiq birlashtirib buni qilib chiqish uchun nurg'un izlanish, tajriba ketadi. Shuning bundan keyin bu men endi naqshdan bakroq masalan muzikaning o'ziga bakroq e'tibor berishim tushungan nimaga müzik çalarken. Şu an Jünesid'in biri kanalkan milliy muzikalar bilan har xil ustoblarni birlashtirib universal ko'p taraflama qilib chiqish to'g'risida ko'p izlanishlik biroqman masalan hozirgi aqmali ustobdan da masalan hozir bizning Şinjan'da ilyoshin bo'layotgan mesela hip hop, R&B'de mesela Amerika'nın ustoblarına o'xshashlar Şinjan'da bu shamal Şinjan'da kelyapti. Şuna mesela o'zim nisbatan ilib aytganda bir xil sinaq. Shuna go'zallik namli bir hip hop ustobdagi bir naqshni ishlab. O'xshamagan ustobdagi naqsh muzikalarni qilib yaxshi maqsadimmi? Bir xil izlanish bosqichi. Nima uchun deganda menimcha meniki san'at hayotim endi boshlandi. Bu meniki bir qilgan kesim. Shundan har xil ustob bilan uchrashib yaqishim, buni tushunishim, tushunganda ondan shu ustoblarni o'zimniki xarakteri narsalar bilan birlashtirib, o'zimni alayligiga ega bir erkin alayligiga bir xil ustob yaratish o'yin bor. Nima ish deganda biz mangu boshqalarni do'rab yoki boshqalarniki kendilar minishimizning bir xil xatolik. Ularning yaxshi yerlarini, masalan har xil muzik ustoblariniki yaxshi yerlarini qabul qilib o'zimiznikiga aylantirish. Madaniyat, adabiyot, san'at tarixdan buyon shunday bo'lib ketdi. Masalan, g'arbning madaniyatini sharqdagilar o'rganib yaxshi yerlar, sharqning yaxshi madaniyatlarini g'arbdagilar o'rganib madaniyat almashtirishni taraqqi qiladi. Shunga bundan keyin balkim har xil ustobdagi narsalarni o'zimning muzikalarni birlashtirish to'g'risida ko'proq izlanishga kirishim kerak. Bundan keyin texnik yangi ijodiyatlaringiz bilan yuz ko'rish kerakda. Undaqda Erkinga yana bir narsani so'rab baqsam sizdan, siz Urumchida naqshkechilikka o'tkazmaganingizga xeyli uzun bo'lib qoldi deyman. Bir necha yil bo'lib qoldi deyishimcha. 4 yildek bo'lib qoldi. Nurg'ulg'an naqsh havaskorlari shu patroq sizdan bir naqshkechiligingizdan o'zlari bilan yuz ko'rishni taqozolik bilan kutayotgan bo'lishi mumkin. Undaqda bir naqshkechilikka o'tkazishni o'ylashmadingizmi? Men sevgan biroq ana ishni oz bo'lgani yaxshi. Mening planlarim naqshkechilikka masalan bir naqshkechilikdan yana bir naqshkechilikni birlaydi ekan. Az bo'lganda 5 yil bo'lishi kerak. Mesela bir 5 yılda men ama o'zimniki mesela birinchi 5 yillik plan, ikkinchi 5 yillik plan har xil planlarim bo'ldi. Menimcha ben shu 2010 hozirgacha birinchi 5 yillik planim muvaffaqiyatga amalga oshdi. Asosan o'rinli sotsial siqilishning ikkinchi 5 yillik planida. Men shunga yaqinda biri masalan Yaponiyada plastik kontakt qilmoqchi. Unisiga yaqin ish kuchining biri chet eldagi madaniyat ko'proq bo'ladi. Shu kasbiy jihatdan yoki boshqa jihatdan o'zimniki masalan anglizchaga intayin muhtojlik qilmaysan. Ingliz saviyrangiz qanaqa? Yaxshimi? Yomon emas. Hozir 3 oy bo'ldi yana o'qiyapman. Darajadan berib baxtingizmi? Yo'q. Men
Ben mesela okusam bana hiç kandak mesela diplom yoki unda bu narsa bana hiç kandak zor yok. Bana fakat özem maaşla çıkarsam şuna mesela burun bilgengendim ben İngilizce. Dikim onu sözüm bilgen süre yapmama getirmezsem şuna yana bir okuy müstigi yaşamaya süre çıkalı böyle bir tane ki. Şuna işte de böyle yeni başladım okuş hayatım kayıt okumadım. Endi siz bir qancha chet el davlatlarga chiqib kelgansiz, shundoq u chet ellarga sayohat uchun chiqqansizmi yoki o'yin qo'yish uchun? Ben sayahat qilib birada chiqqan. Namsi o'yin. O'yin qo'yish uchunmi? Undaqda siz chet ellarda o'yin qo'ygandan keyingi ta'siri qanaqroq? Masalan, sizdan naqshlar olsam, chet elliklarga bergan ta'sir qanday bo'ldi? Bir misal deb beray. O'tgan yil masalan Avstraliyaning Sydney Kajuyan teatrxonasi, Sydney teatrxonasi. Balkim do'stlarniki ko'z oldiga ketishi mumkin, Deniz Boyda kelib Sydney teatrxonasi. Shu yerda o'yin qo'yganda meni o'ylamag'ayatni bir naqsh etib qo'yganda, yana bir ne deb bir Uyg'urcha ovoz oldim-chi, yana bir ne deb. Men nega bo'lsam masalan chet ellik Uyg'urlarni o'qib kelishmalardi. Ularni keldik. Ularni kelgandan yurib men intayin qo'shildim. Andan o'yin tugandan keyin ularla rasm tushib xotira paranglashib. O'z qirindishini ko'rgandan ularni uzun yil bo'lgandan keyin vatan qaytmagan. Intayin xush bo'ldi ekan. Undan boshqa chet ellikniki ko'pincha bizning Uyg'urlarniki yaxshi muzika emas. Uyg'ur millatiga bo'lgan shunday bir millatningki borlig'ini bildirganlar intayin oz. Gapning rostini deganda intayin oz. Oddiysi men Xaybandan o'tgan vaqtida ular chiroyimga pasportimga qarab no Chinese please. Ular uqmaychi. Ular tushundirman Cumhuriyetga Uyg'ur degandekchi. Shunga hozir ko'pdir menlar bir yerga chiqqan chog'da menki bir mas'uliyat tuyg'um qoldi. Shunga masalan biz muxbirlarni ko'rishimiz, shu chog'larda o'zimniki Uyg'ur millatiga ta'kidlash bu qilish tegishli ishlar. Andan shu muzika orqali muzika bir dunyo va til. Buni hech qanday tushunch ketmaydi. Muzika orqali har qanday millat, har qanday davlat cheklimizdan alqib o'tgan o'qib deb qarayman. Shunga chetliklar olsun yoki boshqa har xil millatliklar olsun. Men hiç azdır ko'pdir muzika orqali yurtimizga yoki millatimizga bo'lgan bir azroq bo'lsa tonish yoki bo'lsin ama Uyg'urlarning yeni zamon muzikasi ekanligiga bir yeni qarash qila olsam shu meniki asosli majburiyatim deb qarayman. Bu yerda asosan Uyg'urlar ko'rdimi umidlaringiz yoki shu chet elliklar Uyg'urlarmi anlaganları kirdik. Asosan chet ellik Uyg'urcha, Hanzucha naqshlarni aytdingizmi? Kamil Uyg'urcha naqshlarni aytdingizmi? Chet elda Uyg'urcha, nemischa yoki Hanzucha deb aramaydi. Muzikalarmi? Ben boyadan deb aytgandek balkim burunmi bunda faoliyatlar bo'lganda naqsh askarlar so'raganman. Siz nemish Hanzucha naqsh aytasiz yoki bunda. Men o'zim naqshini Uyg'urcha, Hanzucha, inglizcha deb aramayman. Bu naqshi muzika bu dunyoga o'rtaq. Masalan, men ishkirda muzikani taraq qilayotgan bo'lg'achqa sharoit tufayli men chuqur Hanzucha naqsh orqali o'zimning ifodalanmoqchi bo'lgan narsalarni ifodalashim kerak. Har qanday bir muzikantning manchi bo'lsa, o'ziga xos bir xil ijodiyat uslubi bo'ldi. Undaqda siz o'zingizning ijodiyatida hamma demak ta'kidlaydigan narsami? O'ziga xoslik. Xoslik deysiz, shunaqmi? Milliy xoslik. Balkim milliy xoslik desak, bu ikkinchi qadam bo'ladi. Menimcha shaxsiy xoslik. Oldinda cho'qim shaxsiy xoslikni ifodalaydi. Boshqalar o'xshamas bo'lgan. Qancha ko'rishing deb qo'yamdi. Ilaqin. Nima deganda naqsh muzika turmushdan kelgan. Masalan, men ijod qilgan naqshlarim yoki muzikalarim bo'lsin, cho'qim men bishni o'tkazgan ishlar ta'sir qilgan narsalar yoki men kichigimdan anglab kelayotgan naqsh muzikaning ta'sirlari hammasi
ta'siri bo'ldi. Shuning oddiy qilib aytganda odam qanday bo'lsa muzika shunday. Muzika ajoyib bir til. Odamning xarakteri munosabatlik. Menimcha bir muzika orqali shu muzikantning qanday mijoz xulqi, qiziqish adayligini aniq bo'ladi. U klassikmi yoki masalan turmush jihatda an'anaviy yoki hozir zamon idisi bormi? Masalan mening muzikalarimda an'anaviy menimcha eng diqqat qilganim an'ana bilan xoslik, zamoniylikni o'rtaq birlashtirish. An'analikni yo'qotmagan, o'zining shaxsiy xosligi bor. Ondan ham zamonga munosabatlik. Shu tariqa elib berildi deylik. Anaqa sizning ijodiyat ilhomingiz qaysi yerlarga keladi? Qanday vaqtlarda muzika ijod qila olasiz? Qanday desak bo'lar? Balkim turmush balkim ba'zida ayrıplanda. Ba'zida tamoq yeyotganda. Bo'lib yaqindan beri men yangi bir loyin qilgan bir qadam bor. Shuni savolim. Kurs bir aham yoki bir tekst mazmun bir narsa gaplar chaqdi shu yoki gitar bilan loyin qilib. Menimcha muzika shu turmushdan keladi. Har qanday vaqtda uning kim qanday vaqtida ifoda beramasligi mumkin. Anaqa bundan keyin qanday planlaringiz bor shunga baraka jurib baxsan. Lekin davomliq jasaqal aqabıçı. Yani müzik icadiyat. Müzikçilik. Deganda menimcha bir odam o'zi yaxshi ko'radigan kasbni qila olsa menimcha bundan ortiq baxt yo'q. Men muzikani intayin yaxshi ko'raman. Men bu kasbni qilib ham o'zimning jinni baqalayman. Aqidaqi oddiy tilda aytgancha ham boshqalarni qo'shilib qo'yayman muzika. Shunga men shu muzika bilan shug'ullanganligimni intayin xursand. Masalan, ro'y jihatdan menga ko'p oziq bo'ldi. Masalan, har yili men chiqish qitim yurdim va kelib turman. Nima qilganda cho'ng shaharlarda uzun mezgil turib kelsa odamning psixikasiga qanday darajada ta'siri bo'ldi. Masalan, men mushkasib bo'lgandan men cho'qim davomliq sahnlarda yoki olqish sadasi ichida yuradigan. Shunga odamning psixikasida ozur ko'pdir, ko'pish, anda holatlar bo'lib qolishi mumkin. Shunga men har yili bir necha qitim yurtimga qaytib o'zimning nada cho'ng o'g'illigim bilan nima millat ekanligimni, nima ish qilayotganligimni, nima ish qilmoqchi bo'lganligimni o'zimga o'zim eskartib turaman. Erkin kalmamış gibi de Allah'ın özünün yurtluğu bo'lgan mehr muhabbetinin ne kadar çoğunlukla nisbi bağlı buldu. Ama erkin kalsa hazır Beijing'de vatsiz şunu mı? Yine özünüzün mülçerde şu maçılık vaktindeki Şincan kaydı gelip durmayın yine bir kadar ideya var mı yok mu? Yani devamlı aşağıda durup özünüzün icadi paletlerinizi şu yerde erip verişini oylamsız ya da kaydı girişini oylamsız. Nişine bir bahsatın adılar. Menimcha bundaq odamniki qaysi davlat, qaysi shaharda turishi muhim emas. Eng muhimi sizniki nega eng moslashishi sizning kasbingiz. Men Beijingga kirib muzikachilik asos qilmoqchiman. Beijing mamlakatimizning poytaxti, madaniy san'at markazi demiş deganda Xinjiangda emas, Guangzhou, Shanghai, Anmeyadan masalan madaniyat san'at bilan shug'ullanan rassomlarmi yoki bilasa boshqa san'atchilar hammasi Beijing madaniyat markazi bo'lg'achqa ishaga yig'iladi u yerda masalan uchurlarmi ko'p bo'ladi, fursatlarmi ko'p bo'ladi, o'rganish fursati yoki taraqqi qilish fursatimi intayin nisbatan qilib aytganda ko'p bo'ladi. Ben bir xil universal har millatning har naslini ko'proq anglay olamiz. Masalan, men o'zimizning Uyg'urlarniki naqsh musiqalarini anglashtirib, boshqa millatlarning naqsh musiqalarini ko'p anglayman. Bu bir xil o'rganish, bu bir xil menimcha bayat bilib aytgandek shu har xil musiqa ilmlarini
to'xtamay qabul turish kerak. Muzika degan yanlar menga uygunib bir yerga chiqib bo'lmaydigan bir fan menimcha. Buni bir ömür uygansimi uygunib bir yerga olib bo'lib bo'lmaydi. Shunga davomli to'xtamay izlashimiz, to'xtamay terishimiz to'g'ri. Mening bu albatta yurtimiz tug'ilma. To'g'ri. Shunga pat kelib ketdi. Menimcha hozir uchur davri onun ustiga aeroplanni bir soatda berib kelib degandek. Emniyetde o'zim Beijingdan bu turib olamayman. Bu yoq, u shaharlarda o'yin qo'yib yoki boshqa ishlar bilan degandek uchun balkim yashagan vaqtimda cho'qim shular bo'ldi. Bu badan cho'qim tuproq qismimiz bo'ldi. Ondan uzun muddat siz erkin mundarida bir mundar var ya, sizin havaskorlarınız qilgan. Shu mundarga qatnashmaganingizga uzun muddat, shu mundardagi do'stlarimizmi erkin komanda erkin alamayda tutib bo'lib ketdi. Mush fursatni foydalanib shularni gaplarimiz bo'lsa, sizlar ham aloqa qilmay qo'layin tayin titrashib ketdi-da, shu mush fursatni foydalanib. Blog ba bir Şinlanmanda bir Hanzuchi bir to'r xatiram bor davomli. Masalan, Naqshbandlar do'stlarga so'z qoldirdim ham tanlab javob qaytarmoqchi degan bir necha vaqtlarniki bir necha vaqt bo'lg'achqanda hammasiga ulgurib masalan kunda shu yerda Naqshbandlarniki qoldirgan so'zlarga javob qaytarish bilan ham yursa boshqa masalan muzikantlik ishtirok boshqa ta'sir yetib qoldik. Shuna onlarga davomli kirib balkim bir necha aldirash qolmancha kirib vallahi ahvol ishni bilan kechirdim. Yaqinqi bir mezgillarda o'ylashtirgan boshqacha o'zgacha faoliyatlaringiz bormi? Cho'mtibdiki deydi. Asli meniki bu yillik planim asosiy dam olishdi. Dam olish, demişkende bu yil 30 yosh kirib qoldim men. Ondan qanaqaymiz bu ishlatishni muzika bilan kecha kunduz deganda shu tomoq, uyqu, turmushlar rassiz kecha kunduz oldim. Shuna bu yil asosiy bitirdim anglizcha saviyamni ko'tarib, bitirdim. Badanchilik turib. Yani asosiy aramalayda tuandı. Lekin ayıqı ballar xorunun işi yapmaya taxtı. Kompilasyon kalmış, şarkılık maneceden bir saldıraş okuğaçka. Naqshbandlar do'stlardan vaqtida bunlarga kirib to'g'ri tushunaman. To'g'ri tushunishimni umid qilamiz. Sizdan ma'lum bir to'rdishimiz bizga bunaqa bir uchrayapti Erkinkamga. Erkinka bu qadim Urumchiga nima sabab bilan keldingiz debdi misolga. Sen bo'lmanda. Kelsangiz bo'ldi, endi shu savolni so'rab javob bergansiz. Bu qadim Şinjan Denштейники. Şinjan televiziyasida. Şinjan televiziyasida Hanzuchi kanalidagi ballar bayrami. Sen kechki qatnashib ekan. Nima naqshini aytasiz? Ular yana rejissyorlar ninka konu naqshi balansini naqshini o'rlashni qilib qildi. Bu qadimgi ballar bayramida akkordlashtirishni yengil qilib, mushligan naqshi 5 yil oldida chiqqan naqshi. Balkim do'stlarim anglab zerikib qoldi. Shunga yangicha bir hissiyatda yangicha akkordlashtirib shuni suratga oldik. Birinchi kuni Hanzuchi kanalida berdik. Erkinka sizga ma'lum yaqinda Shabnam To'rbekitimiz rasmiy shirkat bo'lib qurildi. Uzun mazgilli qo'llovchi bo'lish sifatingiz bilan bu shirkatga qanday qaraysiz? Shabnam Uyg'urlik to'r dunyosidagi qanaqasi bo'lganini qilib burunqi elib berilgan shunday yaxshi bir sahna. Hozir uchur davrda menimcha to'r dunyosi herkes misal farklı. Mesela Adis özenli bilsem hemen bu to'r arqılı mesela nurgun müzika ait düşemeyen neslimde mesela Hanzuchi İngilizce turba
jihatda kasbiy jihatdagi bilimlar bir qadar mo'l. Shu chiqib izlab tor orqali nurg'un o'rganish ilib bog'liq. Sen Şebnem'mi bizimki Uygur'unki hadi bununla bağlan torbekti başlamış simbolist bilen bizimki Uygur medeniyet sanat işi profesyonel başlattım. Bir arkadaşlarının özara fikirleştiren cihatım olsun ya ki ügünüş icra fikirlerimiz almıştırış cihatım olsun bir yaxşı sahne hesabında. Şuna yakında dostumuz Nicat Şebnem şirketini kuruptu. Bununla inpayın koşalı şuna karındaşlarıma nispeten etkanım inançı bu bir yaxşı başlanış sistemiyle çıkmışlar bu ançada teximi özümüzdeki milli karxana, milli şirket, özümüzdeki milli edebiyat sanatımızda bir şeyler qo'llash taraf qildirish yine hammamizda bo'lganda texim tadrijiy taraqqi shuning bilan birlikda Şebnem To'rbekninki buniki Şebnem şirketida Şebnem şirketining ishlarining o'ngishliq bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat sizga. Oxirida to'rdoshlarga deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Shunaqalar tahlil taqaman. O'xshashlar barliq to'rdoshlarninki tindan salomat, kunlarining xotirjam o'tishini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Sizga rahmat. Bizning ziyoratimiz intayin yaxshi davomlashdi. Men o'ylayman, endi har qanday bir davr o'z qo'yinda nurg'ulg'an talantli san'atkorlarni yetishtirib chiqalaydi. Albatta, sizning bu natija qozonishingizni xalqning qo'llab-quvvatlashidan ayirib qarab bo'lmaydi. Ishonamanki, xalqimiz jumladan hammamiz sizni qo'llaymiz. Bundan keyingi ijodiyatlaringizga utuq natijalar bo'lsin. Turmushingiz shad-qo'rg'onlik ichida bo'lsin. Rahmat sizga. Rahmat. Şebnem. Okay, let's do it. www.shebnem.com. Okay, let's do it. Şebnem kara, yar diyen yumel hoşu, kim bilmez hata